Bu gidravlikasi juda sodda bu Excel'da. Agar sizda nima deydi? Radarlar mощность aniq bo'lsa, qo'yayotgan mощностьlaringiz masalan 1500 kilovat yoki 1200 kilovat, buni tushuntirib qo'yaman. Agar shu hozir osonroq bo'lishi uchun, masalan sizda qanaqadir 10 ta точкасы bor. 10 ta точкасы bor. Mana shuncha quvvatda radiator qo'ygansiz. Shuni gidravlikasini hisob-kitob qilishingiz kerak. 1,5 kilovatlik, 1,2, 1,5, 1,4dan qator qo'ydingiz. 15 ta точкасы bor. 15 ta точкасы bor. Buni gidravlikani hisob-kitob qilish uchun gidravlika mощностьni yozib qo'ygan bo'lsangiz, yozasiz. Agar yo'q, teplopateradan hisoblaydigan bo'lsangiz, avtomatik o'sha hisob-kitobini chiqarib yoziladi o'zi. Demak, gidravlika bitta o'tadigan bo'lsangiz, sizda chiqarib bo'lgan javob tayyor. Boshiga 40 turba tortasan, 32lik, 25lik, 20lik qilib yozib qo'ygan. Bu tezlikka asosan tanlay turbani. Bu 0,2 dan 0,6 gacha degan joyi bor. Jilo uylar uchun. O'sha tezlik orasida o'zi turbani tanlab beradi. Shunga asosan qarshilik tanlaydi va shunga hisoblab turib nasos kubatrajini chiqarib qo'yadi. Agar siz delta 20 ishlayotgan bo'lsangiz. Kmeslari aniq. Kmeslardan qiziqqanlar tushuntirib qo'yaman. Buni o'sha har bitta ishlayotgan training, output, polatput, mufta hammasini yig'indisi bo'ladi. Bu kmesda hisob-kitob qilinadi. Shu kmesda birligini yozasiz. Xuddi shu paytdagi turbani qalinligi, tezligiga qarab turib, buni ham qarshiligini avtomatik qo'shib chiqarib beradi. Juda oson. Agar siz shu holatda delta 20 emas, delta 15 ishlayman deydigan bo'lsangiz ham qarshilik o'zgaradi. Mana kubatraj o'zgaradi, lekin qarshilikda ortiqcha katta qilib olmaydi, turbani kattalashtirib beradi sizga. 50 ta to'xtasan deyapti. Juda oddiy, sodda. 22 ta uchastkagacha avtomatik hisob-kitob beradi. Bundan tashqari, xo'p, bitta luchavaya gidravlikasi bor. Xuddi shu payt o'zida luchavaya ham ishlab bo'ladi. Faqat siz balki metrini kiritib qo'ysangiz, necha metr ketganligini kiritib qo'ysangiz, o'zi avtomatik buni qarshiligini topadi-da, o'sha kubasi bilan eng baland qarshilikni chiqarib sizga tayyor qilib nasosisiga parametrini chiqarib beradi. Krivayani tanlab olsangiz bo'ldi. Oldiyagi buni ham deltasi o'zgarib 10 ishlamoqchi bo'lsangiz, kubatrajlar qarshilari o'zgaradi. Agar turbangiz razmerini o'zingiz bilgan holatda yozib qo'yasiz. Ko'proq 12 bo'ladi ichki diametrda. Luchavayga podachingizni endi o'zingiz bilasiz nechadan tortganingizni. O'shanga qarab tortgan nimangizni razmerini yozasiz va oradagi masofalarni yozasiz. Tayyor. Qiziqqanlar bo'lsa, yana ham chuqurroq video qilib beraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.